Alo, Alo, eshitaman. qizim yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kim u? Alaykum assalom, tuzukmisiz? Andijondan telefon qilyapmiz, qizim, biz sizni muxlisizmiz deng. Xo'p, rahmat, Shunga deng, meni Ilhomjon degan o'g'lim bor. Shu o'g'lim sizni yaxshi ko'rib qopti-da, qizni abiymasangiz bo'lmaydi deb qo'ymayapti. Shunga meni o'g'limga tegsangiz, uyingiz manzilini aytsangiz, sotchilikka boraman deyatdim, qizim. Bu yo'q, qanaqa bo'ldi? Chekka chiqqanmiz, 2 xona uyimiz bor. Shu uyda sizlarga beramiz. O'g'limni uylab olib, chiroyli to'y qilamiz. O'g'lim sizni yoningizda yuraveradi, mashinalaringizni minib. Yaxshi bola. 4 ta qo'yi bor, bitta moli ham bor, novvoscha. Shu o'g'limga tegmasangiz bo'lmaydi. Avvalambor rahmat, meni muxlisim ekansiz. Rahmat kattakon. Lekin xola, bu kutilmagan vaziyat bo'ldi hozir, tushunmadim. Andijonga kelin bo'lsangiz bo'psiz-da, men o'g'limga tegmasangiz bo'lmaydi. Uyga kirib olib, to'shakka o'rab olib yig'layapti.